Assalomu alaykum, obunachilarimiz. Qanday Marlon Shadi agroturizm do'konimizda yana yangi videolar yapmiz. 3400 dollarga keladi. Bu shunday full komplekt. Bittalik puluk, bitta jatka va bitta mana shunday katta 200 so'm pompasi ham bo'ladi ekan. Ya'ni bu videoga like bosasizlar, obuna bo'lsangizlar va kommentariy yozib omad so'zini yozasizlar. Bunda traktorni o'zidan tanishtirishni boshlaymiz ekan. 11.05 yangi vipsga balonlar razmer bo'ladi. Dinamlari mana bu yerda. Ikkitalik dinamlardan joylashgan bo'ladi ekan. Orqasida 1.30lik katta frezasi joylashgan. Buni o'zi inshalari bir o'zi bemalol ko'tarib tushiraveradi. Mana bu yerda esa shu gidravlika tizimi, yangi gidravlika tizimidan qo'yilgan ekan. Bitta kaltga zavodit bo'ladi ekan. Bu 6 talik iskorsali, parajin, pafishni va balonni blokirovkasi va sidinalar ham razmer bo'ladi ekan. Sidinalarni o'zlariga moslab qo'ysalar ham bo'ladi ekan. Bittalik porshon bilan joylashgan bo'ladi. Radiator va antifriz orqali o't oladi, ya'ni yuradi ekan. Yozda chillasi umuman qizib ketmaydi ekan. Bu pompani mana bu yerda remen orqali moslasa bo'ladi. Bu soatiga 200-250 tonna suv tashlaydi ekan. Jatka esa jatka ham xuddi shunday remen orqali o'zini ko'tarib tushiradigan narsalarni qo'shib beriladi ekan. Jatkasi almasni 2 qatorli bo'ladi. Ba'zi bir jatkalarda 1 qatorli, bizniki esa 2 qatorli, ya'ni pastda va tepada bu balandroq o'tlarda poyalab o'rishga mo'ljallangan jatka. Reper firmasiniki ekan. Mana shunday 11.05 lik bemalol tushiradi ki 11.05imizda Ramax'ni ancha baquvvat qilib ishlangan bo'ladi ekan. Ramax'ga bitta ahamiyat berasa, Ramax'im ancha baquvvat ekan. Uning uchunchiga sinib yoki ezilib qolmaydi ekan. Akkumulyator geli va akkumulyator katta akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi ekan. Svetlari ikkalasi ham ishlaydi. Kechqurunda ishlatish uchun moslangan svetlari ham, orqasida ham oldinda ham svetlari bor ekan. Narxi xuddi shunday 3400 dollar. Bir korpusli puliga bitta prostyujatka va oldida xuddi shunday suv pompa bo'ladi ekan. Kimga xuddi shunday men traktor kerak bo'lsa, bemalol qo'yish qo'ysa, telefonim bilan pastda bo'ladi. Manzil Farg'ona viloyatida, Marlon shahrida joylashgan ekan. Hokimiyat to'g'risida bemalol like bosib, obuna bosib, kommentariy yozib qo'yasiz ekan. Ancha bonuslar bilan qilib beramiz. Bonus narxlarda qilib beramiz.